Bugun sizlar bilan Kattaqal'da joylashgan Iso mehmonxonasi haqida gaplashamiz. Bizning Iso mehmonxonamizga kelib dam olib ketishinglar uchun sizlardan atigi bir dona pasport yoki prava talab etiladi. Bizning Iso mehmonxonamizda jami 20 taga yaqin xonalarimiz mavjud bo'lib, narxlari 250 ming so'mdan 350 ming so'mgacha. Ushbu ko'rib turgan hamma qulayliklarni o'z ichiga olgan ixchamgina 2 kishilik xonamizning narxi atigi 300 ming so'm bo'lib, xonamizning sharoitlari bilan video davomida tanishtirib o'tamiz. Ixcham kichkina xonalardan zerikkan bo'lsanglar, bizning Iso mehmonxonamizda shunaqa keng, yorug', hamma sharoitga ega bo'lgan xonamiz narxi atigi 350 ming so'm. Bizning manzilimiz Kattaqal'a Targoviy sentrdan Depomol ko'chasiga kirganingizda shundoqqina Depomol yonginasida joylashgan. Agar sizlar ushbu lokatsiyaga tushunmagan bo'lsangiz, opsiyaniyada qoldirilgan ushbu raqamlarga murojaat qilasizlar. Biz sizlarga Telegramdan lokatsiya tashlab beramiz.